Assalomu alaykum. Bugun siz bilan birga zamonaviy bog'chalardan biri bo'lgan Thompson Landga tashrif buyuramiz. Bog'cha tashqi ko'rinishdan ko'rinib turibdiki, premium darajada bajarilgan. Eng qiziqarlisi bu yerda koda mebellari ishlatilgan. Ketdik, birga ko'ramiz. Birinchi e'tiboringlarni mehmonlar kutib oladigan xonasiga qaratsam, bu yerda bizning kompaniyamiz mebel va obshivkalarini bog'cha interyeriga moslashtirib yasab berishgan. Bog'chaga kirib kelishimiz bilan asosiy kiyim almashtiradigan shkafchilar o'rnatib berganmiz. Har bitta bolamiz uchun alohida yacheykalar bo'lgan va qulay balandlikda o'rnatilgan. Dizayn ham umumiy konsepsiyaga mos ravishda o'ylangan va zamonaviy, chiroyli va asosiysi bardoshli qilib yasalgan. Hozir endi dizayn va haqiqiy qulaylik uyg'unlashgan xonamizni ko'ramiz. Har bir xonamizda bizning kompaniyamiz minimalist stilda, ortiqcha bezaklarsiz, eng muhimi bolalarimizga qulay, xavfsiz va o'tkir qirrasiz qilib yasalgan. Mebel silliq va yumaloq shaklda bo'lib, bolalarning jarohatlanish xavfini kamaytiradi. Yana biri, bu mebel tozalashda juda qulay. Bu bolalar o'yingoh maydoniga unday katta bo'lmagan o'yingoh qo'yib berdik. Bu yerda ekologik toza taxtalar va kraskalar ishlatib yasab berdik. Bu yerda alohida ranglardan foydalandik va bolalar uchun xavfsiz, burchaklarsiz qilib yasadik. Eng muhim masalaga kelganimizda, bolalar bog'chasini jihozlashda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bolalar bog'chasini jihozlashda eng asosiy 3 ta mezon bor: dizayn, xavfsizlik, funksionallik. Koda Thompson Land bolalar bog'chasi uchun buni moslashtirib berdi. Ishlab chiqarish va o'rnatishga keladigan bo'lsak, Thompson Land va har bir loyiha 1 oydan 2 oygacha vaqt ketadi. Bolalar mebeli haqida gap ketganda, faqat chiroyli va qulaylik yetarli emas. Koda bu jihatda alohida e'tibor bergan. Ekologik, toza materiallardan foydalanilgan. Mebel katta yuklarga bardosh bera oladi. Xullas, bu bolalar uchun 100% xavfsiz variant. Aziz do'stlar, bugungi video obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga bunday loyihalar qiziq bo'lsa yoki bunday loyihalaringizga mebellar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqing. Ko'rishguncha xayr.